Namangan shahridagi Dilbaroy klinikasi bu salomatligingiz uchun xizmat qiladigan, zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan, yuqori malakali mutaxassislar jamlangan klinikadir. Bizda terapiya, pediatriya, ginekologiya, ko'z kasalliklari, laboratoriya xizmatlari va boshqa ko'plab yo'nalishlarda xizmatlar ko'rsatiladi. Har bir bemor uchun biz alohida e'tibor va g'amxo'rlik qilamiz. Klinikamizda tajribali shifokorlar xizmat ko'rsatadi. Har bir bemorga individual yondashuv, aniq tashxis qo'yish va samarali davolash bizning asosiy vazifamizdir. Biz zamonaviy laboratoriya tahlillarini tezkor va aniq natijalar bilan taqdim etamiz. Ambulator xizmatlar orqali bir kunda ko'rik, tahlil va muolajalardan o'tishingiz mumkin. Dilbaroy klinikasining yana bir afzalligi fizioterapiya xizmati. Bu bo'limda turli jismoniy terapiyalar, issiqlik bilan davolash, elektroterapiya, magnitoterapiya va boshqa zamonaviy apparatlar yordamida davolash ishlari olib boriladi. Kattalar va bolalar uchun individual massaj xizmati, shuningdek, logopedik yordam ham ko'rsatiladi. Nutqiy muammolar bilan murojaat qilayotgan bolalar uchun bu yerda tajribali logopedlar faoliyat yuritmoqda. Qisqa muddatli statsionar xizmatlar bilan tibbiy kuzatuv ostida davolanish imkoniyati bor. Dilbaroy klinikasi bu shunchaki davolash markazi emas. Bu yerda g'amxo'rlik, ishonch va sifatli davolash birlashadi. Dilbaroy klinikasi bilan sog'lom hayot sari birgalikda qadam qo'yamiz.